Professional darajada fasonlarni modellashtirishimiz uchun albatta bizni asos andozalarimiz to'g'ri balansda, proporsiyalari joyida, aynan har bir qomatda qolib deb turadigan asos andozalarimiz bo'lishi shart. Agar siz ham tayyorlayotgan asos andozalaringiz xuddi shu men aytgandek parametrga to'g'ri kelsa, demak sizga modellashtirish umuman muammo emas. Har qanday murakkab modellashtirishni ham oddiy, oson usulda tayyorlay olasiz. Gaday formasidagi mana shu aynan ko'ylagimizni biz siz bilan hozir professional darajada tayyorlangan Maryams metodi bilan asos andozalarimizni razrabotka bo'lgan oldi va orqasidan foydalanyapman. Gaday uchun men andozalarimni pastki qismiga qo'shimcha qilib qo'shib oldim. Birinchi o'rinda yelkalarimizni ozgina ko'targanman. Nega deyilganda bu yerda skladkali yenglar bo'lgani uchun. Aynan lodochka fasonini bu sirli modellash sirini ham ochiq sizga darslik qilib tayyorlab qo'ydim. Bu yerda ahamiyat beramiz. Juda ham noodatiy tarzda relyeflarimiz xuddi shunday kreativ shaklda chizilgan. Endi mana shu joyda gaday formasini o'zini nozik bir siri bor. Siz qachonki gaday formasida yubka yoki ko'ylaklar tikkaningizda biodra sohasida drapirovka holatda zalomlar paydo bo'lgan bo'lsa, demak siz mana shu joydagi nozik bir sirni bajarmagansiz. Aynan mana shu sekretlarni men to'liq bir darslik qilib sizga tayyorlab qo'ydim. Aynan mana shu darsliklarni noldan boshlab hoziroq o'rganishni xohlasangiz, izohlarda Maryams deb yozib qoldirishni unutmang. Aynan mana shu yopiq Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Biz sizga juda ham noodatiy bo'lgan darsliklarni to'liq tarzda tayyorlab qo'yganmiz. Maryamsga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Shunday foydali videoni yaqinlaringizga ham albatta yuborib qo'ying.